Dasturimizni sportga oid xabar bilan davom ettiramiz. Har yili boshqa sohalardagi kabi sportda ham o'tgan davr mobaynida erishilgan natijalar sarhisob qilinadi. Poyoniga yetayotgan 2025-yil natijalari, kamchiliklar va yutuqlarni viloyat gimnastika sport turlariga ixtisoslashtirilgan sport maktabi jamoasi ham sarhisob qildi. Tafsilotlar navbatdagi lavhada. Urganch shahridagi yoshlik majmuasi hududida joylashgan viloyat gimnastika sport turlariga ixtisoslashtirilgan sport maktabi viloyatning yirik maxsus sport muassasalaridan biri hisoblanadi. Sport maktabida badiiy gimnastika, sport gimnastikasi va trampolin sport turlari rivojlanib kelmoqda. Bu manzilda deyarli 500 nafar yosh sportchi tanlagan sport turlari bilan shug'ullanadi. Ularga 14 nafar tajribali trener sport sirlarini mukammal o'zlashtirishga yordam beradi. Sport maktabi viloyatning yetakchi sport muassasalaridan biri hisoblanadi. Sport sirlarini o'rganayotgan yoshlar respublika va xalqaro sport sahnida o'zligini munosib namoyon etib kelishyapti. Ayniqsa sport gimnastikasi va trampolin bilan shug'ullanayotgan sportchilarning natijalari tahsinga sazovordir. Sport maktabida joriy yilda erishilgan natijalar sarhisob qilindi. 2025-yilda nufuzli sport musobaqalarida zafar quchgan sportchilar, ularning ota-onalari va eng yaxshi trenerlarga hurmat-ehtirom ko'rsatildi. Taklif qilinganlarga gimnastika sport turlariga ixtisoslashtirilgan sport maktabining faxriy yorliq ko'krak nishonlari va sovg'alar topshirildi. Sport muassasasining eng yaxshi sportchilari qatorida sport ustalari Sabrina Atamuradova, Munisa Bahodirova, respublika va xalqaro musobaqalarning g'olib va sovrindorlari Saidali Otanazarov, Mirjahon Shuhratov, Nasiba Ikromova, trenerlardan Iqbolbek O'rozmatov, Yusufboy Sabirov, Aynura Sagidullayeva nomlari e'tirof etildi. Yil yakunida eng yaxshi trenerlar qatorida men ham e'tirof qilindim. Bundan juda ham xursandman. Shogirdimiz Shuhratov Mirjahon joriy yilning noyabr oyida Ispaniya davlatining Pampaloma shahrida bo'lgan jahon chempionatida yaxshi natijalarni ko'rsatdi. 2026-yilgi rejalarimiz, niyatlarimiz juda katta. Yangi yilda bizlarni bir-biridan qiziqarli Osiyo chempionati, jahon chempionati va xalqaro turnirlar kutib turibdi. Shu musobaqalarda albatta bizlarning shogirdlarimiz ham qatnashadi va yuqori natijalarni ko'rsatishadi. Tadbir ishtirokchilari gimnastika sport turlariga ixtisoslashtirilgan sport maktabi jamoasini 2025-yil yutuqlari bilan tabriklab, yangi 2026-yilda yangi muvaffaqiyatlar tiladilar. Muhtaram teletomoshabinlar, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Dasturlarimiz davom etadi. Bizdan yiroqlashmang.